Alo. Alo. Qalay, ishamisiz? Ishamisiz. Ha, biz sizni xatirdan turib efirga ko'rsatishayapmiz. Kabinetingizga kirgizasiz degan uchun. Mana kirib kelaman. Ha, bizning yigitlarni ko'rdingizmi? Operator malalarni. Ha, so'ramish kirganda ko'rdim. Ha, qalay, shunda monitorda meni ko'rasizmi? Ha, ko'rdim. Ha, seni tanıdım. Bultur ikki kelganingmi? Yo'q, ish bitta to'g'ri, qalay, xatirdan turib efir boshlanishi, qizg'anishga qarshi bir problema bor. Mana bu siz söylegan aybirni turdan tur efir vaqtida men ishlatashakman. Mana men söylegan aybirni siz ishita olmaysiz. Iskirdi bizning aparatura. Shunga ko'ra men bilasizmi, mana bunda so'rov berам, sizga aytib qo'lni silting, ham siz mana shu qiyog'oz berganlardir anda. Mana berdi. Mana shunda so'rovlarga javoblar yozilgan, siz po порядку o'qiyasiz. Anlaşıldimi? Bu tek ko'rmagiz. Anlar eng birinchi sharoitda ishandarishingiz qalay, anlaşıldimi? Bilan beryapman. Boshladimi? Поехали. Xayrli kun, hurmatli tomoshachilar. Efirda Oltin yurak shumaqul topshirig'i ham bugun bizning turdan tur efirda tuman va tashqi munisipal birligi boshlig'i G'aliyev. Ismingiz G'aliyev. G'aliyev ismida turmadi, bu problema tugul. G'aliyevga shunda birinchi so'rov. G'aliyev aytingizlar, sizning uchun tabiatga boyaqlar, mo'llayaplar. Sizning o'rmonlar shunday g'ayratli motor o'tirib bo'lsa, bu o'rmonlar ichida gumbalar, endi albatta men yaratgan gumbalar bordir. Nechkirak shiyib olasiz, nechkirak tuzlaysiz, nechkirak usullaringiz bor. O'sha gumbalar turida so'ylab ketmasizmi ekan? Boshqa izlanish tirib bitadi. Isamiz hurmatli tomoshalar. Tuman va tashqi munisipal birligi ismidan sizga cho'qdan ko'pdan ko'p salomlar aytamiz. G'aliyev birinchi so'rovga javob bertirmadi. Lekin shunda ikkinchi so'rovni beramiz G'aliyevga. Bu da bo'lsa bizning bugungi kunda ovul xo'jaligidagi problema effekt bu Kolorado qunduzi. Sizning ovulda, sizning shirlikda bo'ldimi Kolorado qunduzi? Ham ularga qarshi nechkirak kurashasiz, nechkirak direkt usullaringiz bor? Birinchi so'rovdan dedingmi? Siz so'raganda bir yil ba'zdan bo'ldi. Men bitta aytgan vaqtda qirg'a chiqib yeb olamda, yig'ib kirib qubajmay bilan qizdirib yuboram. Ani baranglar pishirsam dog'dan tamdirak. Men jarataman. Mana tuzlovga kelganda tuzlovni so'ragan edingiz. Xotin tik voqlarini jiyashdi, voqlar ayda. Qish kuni nashatsiz kelsa, tug'anlar kelsa oshib yuboramiz, qirib sibirib oshab o'tiradilar. Taksta biz yoqlarda ko'p keligiz yeyamiz. G'aliyev birozgina qo'shadi, yoki shoirdadir. Uchinchi so'rov G'aliyevga, bu bizning ovulimizda orta borgan pensionerlar. Ularning bu ovul turmushini nechkirak yengillaytasiz? Umuman ovulga nechkirak yaxshi ishlar ishlaysiz, munosabatingiz nechday? Siz aytgan zarazlar bilan ovul to'ldasiz. Ularni qirib turib bo'lamisiz o'sha? Kerak magazinga qisiladi. Qizlarni qotirib taqaradi, endi shilitib taqaradi. Men ularni injalatgan darajaga baragini o'tirtirmadim-da. Ular bu yerga bo'lmadilar. Ular biz sabaqlar jimushi. Oyoq ostida erakman, tomirasi boshab isam qolib etalar. Ana shava, hukumat bilan o'shanlarga tursa, qirib bitiramiz bizlarni boshida. Keraklar yamalarımızga. Tomoshabimizga davom etamiz G'aliyev shoirda. Bugungi kunda tong bir ovulimizning problemasi bu alkogolizm. Bizning ovulimizda basta alkogoliklar, sizda ovulingizda bormi? Bu shirga qarshi nechkirak kurashasiz? Mana bu kategoriya kishilarga bizning qatnashishimiz bek yaxshi. Biz ularga hurmat etamiz. Men o'zim shaxsan ularning nima birtlarishiga shig'am muqashib kirib shig'am qanlarini bilib, kerak dorilarni solib beramiz qo'shni. Momentlarga ketalar. Ulardan zaslujbi. Bizlar bilan ular uchun maxsus ba'zi ishlar ishlaymiz. O'shasinlar ishlar rahatlanib, shular paketlarga topshirib beramiz. Sizga motivatsiyangiz o'sha yashil motorni tugul minutda shular aytib kirib boraman. Yash o'zini qaniytaykansiz o'sha. Da. Mana kunu ham ketaman, suyaklar shaharda qotgan. Şol bir-ikini darıvını jiberamda, hayran kishi bo'lib, kuni bu ishlab жүрemiz o'sha. Takshda ularga bir aytgan yo'q. Davom etamiz. Bugungi kunda ovul yerligida yo'g'olib borib o'zishdan san'at, samodeятельность. Shu samodeятельностьni o'zishdan san'atni uyushtirasizmi? Umuman olganda shu o'lkada oldingilar ratida kim? Mana seniki bek, uram o'rtasida ko'pingiz deyib yurgan kishilarni hurmat etmaymiz o'sha. Ishlarga kiradi. Biz ishlamasak kim ishlarga tegish? Biz oddiy kishilarni primiyalarni kesib, ishdan qoldirgan bo'lamiz. Takshda pushta ishlar zalmas etib yurmaslar.
Devam etamiz topshiruvimizni. Bugungi kunda elimizning tam bir zo'r problemasi demografiya problemasi. Bizning xalqimiz bola tarbiyasiga oshiqmaydi. Mana siz ovul yerida bolalar sonini orttiruv ustida nelar ishlaysiz, ham kimlar bunda oldingilar ratida? Mana bu ishda bizning oldi quloqni bergan jo'q ekan. Da. Birinchi o'rinda boramiz. Alloh shukr. Mana nechisiz deb so'raysizmi? Biz birinchi shiratda yashin ortdan otasini, bolasini, chog'asini ovul klubida yashaymiz, shunda birgalashib hurmatlashib yotamiz. Kim qaydan eshik buldirala? Qaysi ayol ustunda? Qaysi garbi bilan sahna o'rtasida? Alloh shukr, qo'lga yolib turmay. Olatsa. Men o'zimdan bu ishdan chetda qolmayman. Men o'zim jo'g'or xotinlar bilan matashtiram. Ular bittalarga bo'lgan, hali qortib olalar. Mana firma qasab qaytdim, aytam, "Zayt qilsa, shubuga, so'p shubuga, firma yedar hatam zalimasi tegizdi." Tak что, oldingilarni bilgan jo'g'or kash. Mana shu yerda vakil bitta. Ko'pdan to'g'rilgina sizning ovulingizga oldingilar ratida bo'lgach, chet eldan do'ng'izlar olib qaytganlar ekan. Bilaman, do'ng'izlar sizga qaytgash usubra ketdimi, ular urishidimi, ham urishu ustida narsalar ishlaysiz. Birinchi shiratda rayon o'zagidagi roddomlarga mutlaq. Rag'atlarni urishishini asloshay. Onda butun narsasi hozirgi zamon texnologiyasini qurilgan. Aytib bilan onalar bolalag'achda sirasi grazilishiniga shumalar. Aybarsa ishlangan. Buni otalarga biz spesialniy priz uchirayotdik. Самый лучший производитель degan uni topib qo'yamiz. Так что mening o'zimda da bitta garajim jirinlar shu qara bardaylar. G'aliqalish, endi sizning ovulingiz oldingi bo'lgach, sizga har vaqtda tekshiruvchilar, bilgichlar kelayotgan, sizdan uylanib ketalar. Ko'pdan Qozondan sizga tekshiruvchilar kelgan. Ular indirekt munosabatda keldi, ham indirekt fikrlarda ketib bordilar. Ну, durust aytasiz, qaytib tushdilar, mana boshqalardan 2 sames 1 samka. Bordilar, vo! Boshda o'shamay hisoblangan bo'ldilar. Konfetlarni, no spirit zavoddan olib qaytgandagi oprani uloqlarga jibargach, Premobdagi ayvatgina oshab ketdilar, urisha boshladilar. Yomon turgan firmadan pulmada pul berdik, tak что hozir urishchilar Allohga shukr har ishchiga 3-4 tushib turib keladi. Biz kichkinagina reklamaga bo'linamiz, hurmatli tomoshabinlarimiz. 1-2 sekunddan so'ng yamadan topshiruvimizni boshlab beramiz. Biz bilan qolamiz. Ko'p tibana, butun evni mutabbitirdi. Alo, G'aliqalish. G'aliqalish, butun evni mutabbitirdi. Nasa suyagani olmasingmi, ha? Sandaysam usta shuni o'qib paparatdi endi. Butagan bitirding bitingda. Taksa shu qaytiraman. Men seni ishim deb qo'ymadim men. O'qingda, qo'yingda. Onda Qozondan kelgan tekshiruvchilar turida aybatlab, botirlab, durustli javob berish kerak. Anlaşıldimi? Bitta bitmanda boshqa. Bo'lsa bo'larkan. Nimalardan kelib chiqdim. O'qingda. Davom etamiz topshiruvimizni. G'aliqalishligidan shazirog'a, unda bo'lsa Qozondan kelgan tekshiruvchilar turida durust motor etirib javob berishak. Shu televizordan durust so'zlarga mushkullarni. Ну ладно, раз дикка söyleyeyim. Da! Gideler tekshiruvchilar. 15-16 штук. Bir kelganda 40 sir, oshasi rezib qo'shib ketadilar. Bir qachonda o'l foydasini tugal, ovuldan chumirga qilaylar. 70-60 jibargan jo'q. Bir shida o'lshin tugal. To'ydan sizlarga pensiyaga chiqqan Koloradskiy do'ng'izlar pul tutib turibdi. Bu yerga ishlarimiz kerak bo'lgan. Bizning topshiruvimizga tamam, rejissyorga da tamam, hammamga da tamam.